Bugun men sizga 1 iyuldan pensiya jamg'armasi tizimida odamlar uchun juda muhim bo'lgan yangilik haqida so'tda, lekin batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga, ota-onasiga pensiya rasmiylashtirmoqchi bo'lganlarga, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oladigan oilalarga ham bevosita tegishli. Eng muhimi, ko'pchilik bu o'zgarishdan xabarsiz qolsa, o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmasligi, hujjatdagi xatolar sabab ortiqcha yugurishi yoki qayta hisob-kitob imkoniyatini boy berishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki bunday foydali ma'lumotlar odamning puliga, vaqtiga va huquqiga ta'sir qiladi. Avval odamlar pensiya masalasida juda ko'p qiyinchilikka duch kelardi. Bir odam pensiya yoshiga yetganida, u qayerda ishlaganini, qaysi yillarda qancha oylik olganini, mehnat daftarchasida yozuvlar to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini o'zi isbotlashga majbur bo'lardi. Arxivga borish, eski korxonani qidirish, korxona yopilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisini topish, ish haqi haqida ma'lumotnoma olish, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga qayta qatnash kabi ishlar odamni charchatardi. Ayniqsa qishloqda yashaydigan, sog'lig'i yaxshi bo'lmagan yoki farzandlari boshqa shaharda bo'lgan keksa insonlar uchun bu juda og'ir edi. Endi asosiy o'zgarish shundaki, 1 iyuldan boshlab tizim ko'proq elektron ma'lumotlarga tayanadi. Qayta hisob-kitob, ma'lumotlarni tekshirish, ayrim to'lovlarni aniqlashtirish va murojaatlarni ko'rib chiqish jarayonlari odam uchun ancha qulaylashadi. Men buni yoqimli syurpriz deb atayman. Chunki ko'p holatlarda inson o'zi sezmagan xato, yetishmayotgan staj yoki noto'g'ri hisoblangan davr bo'yicha aniqlik kiritish imkoniga ega bo'ladi. Lekin bu yerda bir narsani aniq aytaman. Bu hammaga bir xil miqdorda pul tarqatiladi degani emas. Bu avvalo pensiya va nafaqa tizimida adolatliroq hisob-kitob qilish, odamning qonuniy haqqini to'g'ri aniqlash va ortiqcha hujjatbozlikni kamaytirish degani. Ilgari pensiya tayinlashda eng katta muammo mehnat staji va ish haqi ma'lumotlari edi. Masalan, odam 1985 yildan 1995 yilgacha bir zavodda ishlagan, keyin zavod nomi o'zgargan, keyin xususiylashtirilgan, keyin umuman yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin umur noaniq. Lavozim nomi qisqartirib yozilgan yoki ishga qabul qilingan sana bilan bo'shagan sana o'rtasida chalkashlik bor. Bunday holatda pensiya jamg'armasi qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin edi. Odam esa arxivga borardi. Arxivda ma'lumot topilmasa, sud orqali faktni tasdiqlashga majbur bo'lardi. Bu bir haftalik emas, ba'zan bir necha oylik muammo edi. Hozirgi o'zgarishlarning eng yaxshi tomoni shundaki, tizim insondan hammasini o'zing isbotla deb talab qilishdan ko'ra, mavjud elektron bazalar orqali ma'lumotlarni solishtirishga ko'proq o'tmoqda. Ish staji, sug'urta badallari, rasmiy daromadlar, oldingi murojaatlar, tayinlangan to'lovlar haqidagi ma'lumotlar raqamli tarzda tekshirila boshlaydi. Bu nimani anglatadi? Agar sizning ma'lumotingiz bazada to'g'ri turgan bo'lsa, pensiya masalasida ortiqcha qog'oz ko'tarib yurish kamayadi. Agar xato bo'lsa, siz buni oldinroq bilib tuzatishga harakat qilasiz. Eng muhimi, odam pensiyaga chiqadigan kuni emas, undan oldin ham o'z ma'lumotlarini tekshirib qo'yishi mumkin. Birinchi navbatda hozir pensiya olayotgan odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki ayrim pensionerlarda ish staji to'liq hisobga olinmagan bo'lishi, bolalikdan nogiron farzand parvarishi, harbiy xizmat, kunduzgi o'qish, dekret ta'tili yoki boshqa qonuniy davrlar noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam 20 yildan beri pensiya oladi, lekin bir paytlar hujjat yetishmagani uchun 3 yil staj hisobga kirmagan. Keyin hujjat topiladi, qayta murojaat qilinadi. Natijada pensiya miqdori oshishi mumkin. Albatta bu avtomatik hamma uchun bo'ladi deb aytmayman, lekin imkoniyatni tekshirish kerak. Ikkinchi guruh yaqin 1-5 yil ichida pensiya chiqadigan erkaklar va ayollar. Masalan, 28 yoshdagi ayol yoki 60 yoshdan oshgan erkak hozirdan shaxsiy ma'lumotlarini tekshirsa, pensiyaga chiqish paytida ancha xotirjam bo'ladi. Eng katta xato shuki, ko'pchilik pensiya yoshiga yetganda hujjat yig'ishni boshlaydi. Aslida esa stajda uzilish bormi? Eski ish joyi ma'lumoti bazada bormi? Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi kerak bo'ladimi? Mehnat daftarchasida muhrlar o'qiladimi? Bularni oldindan tekshirish kerak. 1 iyuldan keyingi qulayliklar aynan shunday oldindan aniqlash va tartibga solish jarayonini
yengillashtiradi. Uchinchi guruh ijtimoiy nafaqa oladigan yoki olish huquqiga ega bo'lgan oilalar. Masalan, boquvchisini yo'qotgan oila. Nogironligi bo'lgan shaxs, kam ta'minlangan oila vakillari yoki bolalar nafaqasi bo'yicha murojaat qiladiganlar. Pensiya jamg'armasi tizimidagi ma'lumotlar boshqa davlat bazalari bilan solishtirilganda ayrim hollarda odamdan keraksiz hujjat talab qilinmasligi mumkin. Lekin bu ham bir shart bilan. Sizning pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, oilaviy holatingiz, bank kartangiz va boshqa asosiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lishi kerak. Tasavvur qiling, bir otaxon 30 yil rasmiy ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda faqat 27 yil staj hisobga olingan. Sababi 1992-1995 yillardagi ish joyidan ma'lumotnoma bo'lmagan. Agar o'sha 3 yil keyin tasdiqlansa, uning pensiyasi hisob-kitobida o'zgarish bo'lishi mumkin. Masalan, oyga takdan 1000 yoki 1000 so'm farq chiqishi ehtimoli bor. Kimdir uchun bu kichik puldek tuyular, lekin pensioner uchun har oy doimiy keladigan 100 000 so'm ham dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat xarajati seziladi. Bir yilga hisoblasak, oyga 100 000 so'm farq 1 200 000 so'm degani. 3 yil davomida esa 3 600 000 so'm bo'ladi. Demak, bu masala befarq qaraydigan mavzu emas. Yana bir misol. Ayol kishi 25 yil ishlagan. Lekin uning mehnat daftarchasida nikohdan oldingi familiyasi bilan keyingi familiyasi o'rtasida bog'lovchi hujjat yo'q. Pensiya tayinlash paytida bu sizning o'zingiz ekaningizni tasdiqlang deyiladi. Agar ayol nikoh guvohnomasini, familiya o'zgargani haqidagi hujjatni va shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'ysa, muammo tez hal bo'ladi. Agar buni pensiya kuni boshlasa, vaqt ketadi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya faqat yoshga yetganda o'ylaydigan mavzu emas, bu oldindan tartibga solinadigan moliyaviy huquqdir. 3-misol. Bir kishi 10 yil rasmiy korxonada, 8 yil yakka tartibdagi tadbirkor sifatida, keyin yana 7 yil tashkilotda ishlagan. U men 25 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin tadbirkorlik davrida majburiy to'lovlar to'liq amalga oshmagan bo'lsa yoki ba'zida uzilish bo'lsa, ayrim davrlar staj sifatida tan olinmasligi mumkin. Bu yerda odamning og'zaki ishlaganman degani yetarli emas. To'lovlar va ro'yxatdan o'tgan davrlar muhim bo'ladi. 1 iyuldan keyingi yangiliklar bunday ma'lumotlarni ko'rish, solishtirish va oldindan aniqlash imkonini kuchaytiradi. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, barcha stajingiz to'liq hisoblangan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, familiya, pasport, bank karta va yashash manzili bo'yicha muammo bo'lmasa, ortiqcha xavotirga tushmang. Bu o'zgarish sizga yomon ta'sir qilishi kerak emas. Aksincha, tizim tartibli bo'lsa, to'lovlar barqaror keladi, ketchaksiz chaqiruvlar kamayadi. Ma'lumot so'rash jarayoni soddalashadi. Lekin men xavotir olmang deganda umuman tekshirmang demoqchi emasman. Har bir pensioner kamida bir marta o'z pensiya hujjatlari, bank kartasi, telefon raqami va shaxsiy ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yishi yaxshi. Chunki bugun xato sezilmasa ham, ertaga qayta hisob-kitob, qo'shimcha to'lov yoki ma'lumot yangilanish paytida xato yuzaga chiqishi mumkin. Ayniqsa, bank kartasi muddati tugagan, pasport yangilangan, telefon raqami o'zgargan yoki yashash manzili boshqa bo'lgan insonlarda to'lov kechikishi ehtimoli bor. Eng muhim nozik jihat shuki, pensiya va nafaqa masalasida hamma narsa avtomatik hal bo'lib ketadi deb o'ylash noto'g'ri. Ha, elektron tizimlar yordam beradi, lekin ba'zida ma'lumot bo'lmasa yoki noto'g'ri bo'lsa, inson baribir hujjat taqdim etishi kerak bo'ladi. Masalan, eski kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tresti, shirkat xo'jaligi yoki kichik korxonada ishlagan davrlar elektron bazada bo'lmasligi mumkin. Bunday holatda arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi, ish haqi haqida ma'lumot, buyruq nusxasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat ish haqi yuqori bo'lgan davrni to'g'ri tanlash masalasi. Pensiya hisoblashda faqat staj emas, daromad ma'lumotlari ham ahamiyatli. Bir odam uzoq yillar ishlagan bo'lishi mumkin, lekin ayrim yillarda oyligi yuqori, ayrim yillarda past bo'lgan. Agar hisob-kitobda daromad ma'lumotlari to'g'ri olinmasa, pensiya kutilganidan kam chiqishi mumkin. Shuning uchun eski ish joylaridan olingan ish haqi ma'lumotnomalarini oddiy qog'oz deb qarash kerak emas. Ular ayrim holatlarda pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. 3-nozik jihat norasmiy ish davrlari. Ko'pchilik men bozorda 15 yil ishlaganman, ustachilik qilganman, uy qurilishida yurganman.
fermerda kelishib ishlaganman deydi. Lekin rasmiy mehnat shartnomasi, soliq yoki sug'urta to'lovlari, ro'yxatdan o'tgan faoliyat bo'lmasa, bunday davrlarni pensiya stajiga kiritish qiyin bo'ladi. Bu og'riqli masala. Lekin haqiqat shuki, pensiya tizimi hujjat va rasmiy ma'lumotga tayanadi. Shuning uchun yoshlar ham buni eshitib qo'ysin. Bugun norasmiy ishlash oylikni qo'lga ko'proq olib kelayotgandek ko'rinishi mumkin. Lekin ertaga pensiya hisobida katta yo'qotishga olib keladi. 4-chi nozik jihat, qarindosh nomidan murojaat qilish. Ko'p hollarda farzandlar ota-onasining hujjatni rasmiylashtirishga yordam beradi. Bu yaxshi. Lekin pensiya jamg'armasi bo'limida yoki davlat xizmatlari markazida ayrim amallar uchun ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Oddiy men o'g'liman yoki men qiziman degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun agar ota yoki ona o'zi bora olmasa, avval telefon orqali yoki yaqin bo'limdan so'rab, ishonchnoma kerakmi? Qanday hujjatlar olib boriladi, aniq bilib oling. 5-chi nozik jihat. Qayta hisob-kitob hamma vaqt o'tgan yillarning hammasiga pul qaytariladi degani emas. Ayrim holatlarda qo'shimcha hujjat topshirilgandan keyin pensiya kelgusida oshiriladi. Ayrim holatlarda qonunda belgilangan tartib bo'yicha ma'lum davr uchun farq to'lanadi. Bu masala holatga bog'liq. Shuning uchun qo'shnimga falon pul chiqibdi, menga ham chiqishi kerak deb xulosa qilmaslik kerak. Har bir insonning staji, daromadi, hujjati, pensiya turi va murojaat sanasi alohida ko'rib chiqiladi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, STIR, JSHIR, mehnat daftarchasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, harbiy bilet, diplom, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi. Nogironlik bo'yicha hujjatlar va bank karta ma'lumotlarini bir joyga yig'ing. Hamma hujjatning nusxasini alohida papkada saqlang. Agar hujjat eski, yirtiq, muhr o'qilmaydigan bo'lsa, uni oldindan tiklash yoki tasdiqlash yo'lini qidiring. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni tekshiring. Qaysi yillarda qayerda ishlagansiz, har bir ish joyining nomini, taxminiy sanasini, lavozimingizni yozib chiqing. Masalan, 1980 yillar zavod, 1920 yillar maktab, 2000 yillar xususiy korxona, 2025 yillar tadbirkorlik, 2025 yildan hozirgacha tashkilot. Shunday ro'yxat tuzsangiz, qaysi davrda hujjat yetishmayotganini darrov ko'rasiz. Bu ro'yxat bilan pensiya jamg'armasi bo'limiga borsangiz, mutaxassis ham sizga aniqroq yordam beradi. 3-chi qadam. Eski ish joylari bo'yicha ma'lumotlarni oldindan izlang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arxivga murojaatda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, familiyangiz o'sha paytda qanday bo'lganini aniq yozing. Agar ayol kishi nikohdan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, arxivga eski familiyasini ham, hozirgi familiyasini ham ko'rsatish kerak. Ko'pchilik aynan shu joyda xato qiladi va arxivdan ma'lumot topilmadi degan javob oladi. Aslida esa ma'lumot boshqa familiya yoki korxonaning eski nomi bilan turgan bo'ladi. 4-chi qadam. Pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilganda umumiy gap bilan cheklanib qolmang. Mening pensiyamni tekshirib bering deyishdan ko'ra, falon yillardagi stajim hisobga olinganmi? Falon ish joyim bo'yicha ma'lumot bazada bormi? Ish haqi ma'lumotim hisob-kitobga kirganmi? Qayta hisob-kitob qilish uchun qaysi hujjat yetishmayapti deb aniq so'rang. Aniq savolga aniq javob olish osonroq. 5-chi qadam. Ariza yozishda ehtiyot bo'ling. Agar siz qayta hisob-kitob, qo'shimcha stajni kiritish, noto'g'ri ma'lumotni tuzatish yoki to'lov kechikishini aniqlash bo'yicha murojaat qilsangiz, arizada vaziyatni aniq yozing. Masalan, men 1990 yil 5 martdan 1996 yil 20 avgustgacha falon korxonada ishlaganman. Ushbu davr pensiya stajimga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ilova qilingan hujjatlar asosida qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish kerak. Arizaga ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini ham ko'rsating. Ariza nusxasini o'zingizda qoldiring. Qabul qilingan sanasi yoki ro'yxat raqamini yozib oling. 6-chi qadam, telefon raqamingiz va bank ma'lumotlaringizni yangilab qo'ying. Ko'p odamlar pensiya kechiksa darrov pul kamaydi deb o'ylaydi. Aslida esa karta muddati tugagan, bank rekviziti o'zgargan, telefon raqami yangilanmagan yoki shaxsiy ma'lumotda texnik xato bo'lishi mumkin. Ayniqsa, plastik karta yangilanganida pensiya jamg'armasi tizimida ham
ma'lumot to'g'ri aks etganini tekshirish kerak. 7-qadam hech kimga pul bermang. Pensiya yoki nafaqa rasmiylashtirishda tezlashtirib beraman. Tanishim bor. Qo'shimcha pul chiqarib beraman degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Qonuniy huquqingiz bo'lsa, uni rasmiy yo'l bilan olasiz. Huquqingiz bo'lmasa, birovning va'dasi sizni muammoga olib kirishi mumkin. Hamma murojaatni rasmiy tartibda, yozma yoki elektron shaklda qiling. Javobni ham yozma olishga harakat qiling. Shunda keyin e'tiroz bildirish kerak bo'lsa, qo'lingizda dalil bo'ladi. Agar sizning mehnat daftarchangizda o'chgan yozuvlar, ustidan chizilgan joylar, noaniq muhrlar bo'lsa, albatta tekshirtiring. Agar siz bir necha marta familiya o'zgartirgan bo'lsangiz, hujjatlarni oldindan tayyorlang. Agar sizning ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxiv masalasini kechiktirmang. Agar siz uzoq vaqt tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz, to'lovlaringiz va ro'yxatdan o'tgan davringizni aniqlang. Agar siz nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik yoki ijtimoiy nafaqa bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsangiz, hujjat muddati, tibbiy xulosa va oilaviy holat ma'lumotlari yangilanganda tekshiring. Yana bir muhim masala. Pensioner vafot etganidan keyin oila a'zolari ayrim to'lovlar, dafn puli yoki olinmay qolgan pensiya bo'yicha murojaat qilish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu ham muddat, hujjat va tartibga bog'liq. Shuning uchun yaqinlaringiz orasida shunday vaziyat bo'lsa, og'zaki gaplarga ishonib qolmang. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan aniq tartibni so'rang. Demak, 1000 iyuldan pensiya jamg'armasi bilan bog'liq yangilikning eng muhim foydasi shuki, odamlar o'z pensiyasi, staji, nafaqasi va to'lovlari bo'yicha ma'lumotlarni aniqroq tekshirish, xatolarni tuzatish va qonuniy haqini olish imkoniga ega bo'ladi. Bu hammaga bir xil pul beriladi degani emas, lekin bu har bir oilaga tegishi mumkin bo'lgan juda muhim moliyaviy masala. Kimdir uchun bu hujjatbozlik kamayishi, kimdir uchun pensiya qayta hisoblanishi, kimdir uchun stajdagi xato tuzatilishi, kimdir uchun esa kelajakdagi pensiyasini oldindan tartibga solib qo'yish degani. Men sizga maslahat beraman. Bu videoni ko'rib qo'yib, keyin unutib yubormang. Bugunoq hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Mehnat stajingizni yillar bo'yicha yozib chiqing. Eski ish joylaringiz bo'yicha ma'lumot bor yo'qligini tekshiring va kerak bo'lsa pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar sizning oilangizda pensioner ota-ona, nogironligi bo'lgan yaqin inson yoki pensiyaga yaqinlashayotgan qarindosh bo'lsa, ularga ham bu ma'lumotni tushuntiring. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Izohlarda yozing. Sizda pensiya hisob kitobi, staj, hujjat yoki to'lov kechikishi bo'yicha muammo bo'lganmi? Qaysi hududdasiz va qanday savolingiz bor? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida eshitilgan maslahat ba'zan odamga millionlab so'm pulini, oylar davom etadigan yugur-yugurni va asabini saqlab qoladi.